Jefker, qurolingni tashla. Eshikdagilarga ham xabar qil. Mematini ichkariga kiritishsin. Aytganimni qildi. Tog'ang gapiradigan ahvolda emas hozir. Hamma yoq bomba. Hech kim turmasidan ishimni bitiraman, ketaman. Senga nima degandim, Zaza? Men bilan dushman bo'lma demaganmidim? Men senga nima degandim? Dushman bo'lsam senda yigit bilan bo'laman-da demabmidim. Uyimga kira olganingga qaraganda sen yaxshi dushmansan. Hozir Jefker mashinaga o'tirib Iskandarning yoniga boradi. Abdulhayni mashinaga o'tkazib bu yoqqa olib keladi. Jefker kelmasa yoki Abdulhaysiz kelsa, sen ham barcha jiyanlaring ham o'lasizlar. Iskandar meni shunchalik sevadi deb o'ylaysan? Ko'ramiz. Shu mahalda nega kelding, Jefker? Po'lat Alemdar tog'amni garovga oldi. Zazani qayerda ushlab turibdi? O'z uyimizda. Ahmoqlar, o'z uyingizda qo'lga tushdinglarmi? Abdulhayni bermasangiz tog'amni o'ldiradi. Hoziroq aytganimni qil. Meni nega Iskandarning qo'liga tutqazdingiz? Meni hatto tanimayapsan ham, Abdulhay. Siz uchun necha marta o'ldim axir. Qanaqasiga tanimayman? Ket.